Mana bu iPhone 15 Pro Max, mana bu esa iPhone 14 Pro Max. Bilaman, iPhone 14 Pro Max sotuvchilar ham juda ham ko'p. Ularda shunaqa xayol yuradiki, shunaqa savol aylanib yuradiki, miyaligida. iPhone 15 Pro Max ga o'tsam arziydimi yoki yo'qmi, 14 Pro Max'imni sotgan holatda deyshadi. Hozirgi kunga kelib iPhone 15 Pro Max ga o'tishga arziydi. 14 Pro Max ni sotib turib 15 Pro Max ga o'tishingizga arziydi. Nimaga desanglar, shu yildan iOS 18 mana obnovleniya kelgandan keyin iPhone 15 Pro Max ga juda ham katta urg'u berib, juda ham katta upgrade qilib, ya'ni soft upgrade qilib va juda ham ko'p funksiyalar 15 Pro Max da ishlaydigan qilib qo'ydi. Misol uchun sun'iy intellektlari juda ham ko'p dostуп beryapti. Sun'iy intellektlariga 15 Pro Max da 14 da bu narsa yo'q va o'zi tashqi ko'rinishga keladigan bo'lsa, ya'ni xarakteristikasiga keladigan bo'lsa ham yon tomonlar 14 Pro Max da alyumin, bunda esa 15 Pro Max da titan. Hozirgi trendiy rang, ya'ni natural titanium rang va zaryadka oladigan joyi Type-C va action button knopkasi bor. Va shu o'rinda bunda 5x optический zoom bor. Bunda esa 14 Pro Max da yo'q. Haqiqatan 14 Pro Max ni sotib turib 15 Pro Max ga o'tsangiz bo'ladi va razницasi ham unaqa katta bo'lmaydi va juda ham ko'p funksiyalar va sun'iy intellektlar mana shu 15 Pro Max da hozirgi kunda ishlayapti. Oldin unaqa emas edi farqi, hozir juda ham katta farq bo'lib ketdi va 15 Pro Max ga o'tsangiz bo'ladi 14 Pro Max ga sotib. Yoqqan bo'lsa bitta like va menga obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Mana shu videoni 14 Pro Max sotuvchilarga jo'natib qo'yinglar.